Bugungi suhbatimizda jinlarni kuydirish xususiyatiga ega bo'lgan bir kalimani e'tiboringizga havola qilamiz. Bizga ma'lumki, sehrni olib keluvchi muvakkal maxluq bu jinlardan bo'ladi. Jinlar ko'zimizga ko'rinmasa, biz ulardan qanday himoyalanamiz degan savol o'rtaga chiqishi aniq. To'g'ri, ular latif jismlardan. Latif jismlarga havo, shamol, farishta, jin va har xil radiot va teleto'lqinlardan iborat narsalar kiradi. Bu olamni yaratuvchisi shunday tadbirlar olganki, osongina 2-3 kalima bilan ulardan himoyalanishni tashkil qilib bergan. Bizga qolgani shukr qilib uni vazifa qilib olib doimiy o'qib yurishdir. Salafi solihlar davrida bir voqea yuz beradi. Bir kishi safarga chiqib bir joyga yetganda tun kirib qoladi. Shunda bir daraxt ostiga jinlar jam bo'lganlarini ko'rib qoladi. Ular podshohlarini taxti bilan ko'tarib keladilar. Podsho kela sola Urva ibn Zubayrni aql hushidan ayirishga muvakkal qilingan vakilimiz qayerda deya so'raydi. Shunda jinlar bir zumda uni keltiradilar. Podsho nima bo'ldi ishing deya so'raydi. U esa boshini quyi solib hech qanday natija bo'lmaganini aytadi. Shunda boshqa bir jin turib, bu ishni menga bering, men uddalayman deydi. Shunda haligi jin hech kim buni bajara olmaydi deydi. U ertalab va kech bir kalima o'qiydiki, jin zoti yaqiniga bora olmaydi. Borsa bir uchqun chiqib kuydiradi. Bunga hech kim toqat qila olmaydi dedi. Shunda podsho o'sha kalimani o'qishni unutgan kunni kuting, so'ng darhol hukmni bajaring deydi. Bir zumdan so'ng hammasi ko'zdan g'oyib bo'ladi. Safardan qaytgach u kishi Urva ibn Zubayrning uyiga kelib voqeani aytib beradi va qanday kalima o'qishini so'raydi. Shunda Urva ibn Zubayr ushbu kalimani 3 marotaba ertalab va kech qoldirmay o'qib yurishini aytadi. Bismillahirrohmanirrohim. Amantu billahi wahdahu wa kafartu bil jubti wat taghuti wastamsiktu bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Bu hadisni keltirgan ravi bu kalimadagi sirni Urva otasi Zubayrdan yoki onasi Asmo binti Abu Bakrdan eshitgan. Bu sir Rasululloh sallallohu alayhi va sallam taraflaridan aytilgan edi deydi. Marhamat, sehrdan qo'rqqan kishi buni ertalab va kech o'qiydigan virdlari orasiga qo'shib olib 3 marotabadan o'qib yursin. Bu voqealar bizga ibrat bo'lishi uchun bo'lgani aniq. Bir shogirdimiz bo'lardi, tez-tez jin bosib turardi. Bu kalimani o'qiy boshlagandan beri mana 13 yildirki biror marotaba bosiriq bosmaydi deydi. Uyqusi ham, sog'lig'i ham joyida.